بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Biz parlaq bo'lgan g'albiga erishimiz deydiganmiz. Har yerda bo'lsak, haqni qo'llashimiz, haq tarafda turishimiz, haqni ustun qilishga va haqni jakarlashga, haq bilan nahaqni yo'qotishga qarta tirishchilik qilishimiz, haq bilan nahaqni yo'qotadigan ma'naviy ruh, amaliy kuch ve her qandaq bir bizge lazimetlik bo'lgan barliq tayyorliqlarni hem hazırlaşımız hem şundaqla biz iradalik, g'oyalik, nishonliq bo'lib cho'qim nahaqni ve batılni vayron qilishga, haqni namoyon qilishga tirishchilik qilishimiz, haqning batıl ustidan g'alaba qildiganlikqa ishonishimiz lozim. Qarindoshlarimiz, Umar ibn Abdülaziz radiyallahu anhuma mundaq bir ahvolni bizga so'zlab berdi. Men Abdülmelik ibn Marvanning qiziga o'ylanishni maqsad qildim. Allah subhanahu va taala uni o'ylantirdi. Amir bo'lishni maqsad qildim, amirlikka yetkazdi. Xalifa bo'lishni maqsad qildim, xalifa bo'lishga Alloh taolo yetkazdi. Endi cennet kirishni maqsad qilaman. Allah subhanahu wa taala meni cennet kirishni iroda qilaman dedi. Demek bizningki g'oyimiz, bizning nishonimiz kichik bo'lmasi kerak, cho'ng bo'lish kerak. Ham shu cho'ng bo'lgan g'oya uchun biz qattiq qurbonlik berishimiz kerak. Xuddi bu nima o'xshaydi desa, men haramga bormoqchi masalan, yoki uzun bir seferge çıkmakçı. Ama uyumda şu seferge çıkıdığan lazimetlik, ihtiyaclık nasiladın ba nasini yola açıktım Allah Teala'dan hem taleptim hem onu hazırlaştırışçılık ettim. Çokum ben şu bardağın seferge yakın cayı tursam çokum o seferge gitmem. Ama ben gayem şunda çoğum. Lakin öyden çıkan vakıda hatta kolamda bir ta somkumu götürmeptim. Ya ki bir vaqt taamlık yiyişlik bir ixtisatımı qo'lamga olmabdimi? Faqat men g'oyam cho'ng deydigan gapni qildim. Bu quruq arzu bo'lib qoldi qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz g'oyamizga yetish uchun nima qilishimiz kerak ekan desa, cho'qim tayyorlikni yaxshi qilishimiz. Shunga Alloh subhanahu va taolo astag'firullah va aiddu lahum masata'tum min quwwa. Sizlar kofirlar bilan urush, jihad, kurash qilish uchun kuchunuz yetken barlık kuch kuvvetini tayyorlanglar. İmani, ruhi, ilmi, iktisadi ve her qandaq bir sakafet ve qoraveroq kuch kuvvet, her bir Allah'ını razı qiladigan barlık kuch kuvvetini tayyor qilinglar deb Allah subhanahu va taolo bizga buyurdi. Shuning uchun biz shu kuch kuvvetni tayyorlashimiz kerak. Ham shundaqla Allah subhanahu va taolo astagfirullah Qur'oni Karimda ve tul buyuta min abwabiha. Öylerge, öylerinin ışıklarından kiringlar dedi. Yani evvelen hakkın üstün buruşu için siz öz yürükünüz, ruhunuzda hakkın üstün buruşu qarta bo'lgan işenci buluşu, özünüzün hayatıda hakkın kollaydıgan, emeli bo'lgan bir hak meydanında turuş için hakka daim yantayak bulup nak karıştırdıgan, emeli bo'lgan bir cüşkulluk buluşu. Hem şundaqla siz Allah çekligen her qandaq Allah'ın düşmanlarını dostmaydigan, Allah ularga karşı çıkan kişilerge karşı çıkıdigan, Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki toskan çeklimlerden yanıdigan bir ruh, bir avangard, abdumattik bir özünüzdeki cüşkulluk üstü buluş gerek. Yani aşında boğan vaxtada siz parlaq boğan g'albiga erişelaysiz. O vaxtda siz ve siz bilen birlikte turvatkan her qandaq bir cemaat, her qandaq bir teşkilat, her qandaq bir Müslümanlar cemiyeti, her qandaq bir aile özünün mu parlaq qalbiga, parlaq bo'lgan kelgusiga erişelaydiganlığı işenci qılaydı qardaşımız. Şunun için biz
mana shundaq haqiqiy ruhimiz, fikrimiz Alloh taologa bog'langan, Alloh taolo cheklagan ishlarga qarshi turadigan va Allohning dushmanlariga haqiqiy yuragimizdan nafrat qiladigan bo'lsak, biz har bir ishning yo'lidan kelib barliqimiz bilan haq tarafdori bo'lib, haq bilan batilni yo'qotish maydonida mustahkam tursak, Alloh subhanahu va taolo bizga cho'qim yordam berdi. Shuni Alloh subhanahu va taolo dedi: "Astagfirullah, bal naqdifu bil haqqi alal batil fayadmaghuhu fa iza huwa zahiqun va lakumul waylu mimma tasifun." Balki biz haqni, ya'ni haq bilan batilning ustiga atimiz. Ondan haq batilni vayron qiladi. Batil tuyg'usiz yo'qolib ketadi. Sizlar uchun kafirlar dahshatlik azobga sizlar sifatlagan har qanday so'nglardan Allah subhanahu va taologa shirik keltirganliginglar, Alloh taologa qarshi chiqqanliginglar, payg'ambarlarga qarshi chiqqanliginglardan iborat, Alloh taologa ishongan musulmonlarga tajovuz qilganliginglar, ularning iymon va ularning huquqidan cheklaganliginglardan iborat, har turli musulmonlarga, dinga, islomga va islom haqlariga qarata buhton, yolg'onchiliklarni to'g'anliginglardan iborat qilmishinglarga dahshatlik azob dedi Alloh taolo. Demek, qarindoshlarimiz, biz hozir ko'tarayotgan bayrog'imiz haq, aqidamiz haq, qo'limizga ko'tarayotgan Qur'on hadis haq, biz borayotgan yo'l haq, bizning qilayotgan tirishchanligimiz haq deb mushundaq e'tiqod qilishimiz bizga lozim bo'lishidan billa, chunki bu e'tiqod Allohdan kelgan. Biz mush ko'tarayotgan haq bilan batilga qarshi doim haqni batilning ustidan atadigan kurash maydonida mustahkam turishimiz kerak. Bunun ma'nosi Alloh taolo ayni ilgirki payg'ambarlar alayhissalatu vassalam, sahobalar va ilgirki payg'ambarlarga o'xshash hujjatda, dalil bayon qilishda, haq adolatni ochib berishda, har turli to'r, televizor, internet, radio, har turli tashviqot medialarida va yozma kitoblarida shundaqla har turli harakat va dünyadaki her kandak bir kurash maydonlarida, bulupmu Sharq Turkistonninki hozirgidek turayotgan iskanjlik hayotida biz doim ularning bizni qilayotgan barliq zulmlarga qarshi bizning uchirgan barliq tengsizliklarimizni doim oshkor qilishimiz, mana bu oshkor qilish, mana bu haq uchun o'zimiz, oilamiz, jamiyatimiz va barliq guruhlarimiz mustahkam maydonda ching turishimiz, mush orqali Muşu hak bilen Allah batılın üstüge adıdı, andın batıl hayran bulduk kardeşlerimiz. Allah şu hakka yardımcı buldu. Ama biz hak taraftarı olmasak, batılın üstüge hakni ötüşke tirişçanlık kılmasak, meyli o biz atıdığan hak hüccet olsun, ya ki o biz atıdığan hak batıllık karşı, ularınki barlık karşılık kılan hareketleri olsun, barlık zoravallıkları olsun, hemmini yoktuşumuzda çokum biz haqqa eslashimiz va shundaqla haqni doim namoyon qilishimiz kerak. Mushundaq qilgan vaqtimizda andin biz haq bilan batilni yo'qotalaymiz qarindoshlarimiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah, bismillah va makaru makran va makarna makran va hum la yash'urun. Ular bu vasta, chora, yilmi kirishadi. Biz mi ularının yili mikrisi qarta mikri kullandık, çağrı kullandık. Ular sezmeydi deydi. Kafirlarının yili mikri çağrılarını burun bilmegen bolsak mı, hazır uçurvatkan her bir işte bilip kivatımız. Hem bundankin kılış ihtimali ve zoravallıkları, tecavüzlüklerini mülçellavatımız. Lekin ularga Allah Taola'nın kılıdığan mikri, Allah'ın ularga kılıdığan ceza yürüyüşünü Allah onu bilmeden yerden kılıdı deydi Allah Taala. Eğer biz şu asman ve zemininki ilgisi boğan hem közlerden taşkırı boğan maddeğe çoğunup ketken közlerden gayip boğan hakiki kalbide kürüş kuvveti var, hakiki basiret kuvveti var, akıllık, düşüncelik mümin nispeten daim onun kudreti, onun celali, azimeti, izzeti daim her bir şeyde kılgan, onun katta kösetken tesiri aşkar boğan, ulug Allah subhanahu ve taalaga hakiki vücudumuz bağlanğanlan bolsa, Allah subhanahu ve taala Xitay Komünistlerga keç gündüz kılıvatkan, nurgulluğan çağrılaba bu çağrını Allah subhanahu ve taala çokum vurut kıçkırdı. Lekin bunu Xitay Komünistlerga keç gündüz kılıvatkan, nurgulluğan çağrılaba bu çağrını Allah subhanahu ve taala çokum vurut kıçkırdı. Lekin bunu Xitay Komünistlerga keç gündüz kılıvatkan, nurgulluğan çağrılaba bu çağrını Allah subhanahu ve taala çokum vurut kıçkırdı. Lekin bunu
o ilim ikri işitip atkan İslam'a karşı kafir Xitaylar onu sezmeydi. Eğer sızıp kalsa çokum toxtu oladı. Şunun için Allah Subhanahu ve Taala Xitay kafirleri dünyadaki nurgun kafirlarga özü yolu kıdığan balay afetninki işlerini kösüp vermeydi. Köpünce halatda bizge baxt keledi dep mıngvatkan zo'ravonliklari oxirisi o'zga baxtsizlik bo'lgan bir balo ofatni keladi. Xuddi Alloh subhanahu va taoloning iltifoti bilan Xitoy kommunistlarga biz Sharq Turkiston musulmonlarini ularning yo'qotishning asosi, ularning yo'qilishining ochiqchisi qilib bergandek. Inshaalloh cho'qim biz haq adolatninki ochiqchi bo'lib, botilni yo'qotadigan cho'qim kuchli qurolga aylanamiz Allohning izi bilan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo deydi: "Fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum va qawmahum ajmain." Sura Naml 50-51 oyat. Ey Muhammed Aleyhisselam, qarag'in qandoq bo'ldi o kafirlarninki yili mekrining oqibati. Haqiqatan biz o kafirlarni va ularning qavmini hammasini halok qildik deydi Alloh taolo. İşinanlıq qarindoshlarimiz, cho'qim biz Sharq Turkiston musulmonlarga chet ellarga qo'llab chiqayotgan Xitoy kommunistlari, ularning kuch-quvvati, ularning shu tajovuzchi qo'shinlari hammasi Allohning izni bilan mana shu oyatda degandek cho'qim halok bo'ladi. Shuning uchun biz Uyg'ur musulmonlari shu g'albiga erishadigan sifatlarni ham tayyorlashimiz va g'albidan keyingi Sharq Turkiston musulmonlarini va Sharq Turkiston zaminini va Sharq Turkiston jamiyatini haqiqiy Allah razı bo'lg'dak, bundan keyin qanday bir zolim kafir bo'lsa, tatqizib qo'ymadak, o'zimizni, oilamizni, jamiyatimizni iqtidorli qilib tarbiyalab chiqishga va iymonlik, axloqlik, haqiqiy oliy bo'lgan g'oyib qilib tarbiyalab chiqishga tirishsak, Allohning digindek yaxshi amalda mustahkam tursak, qayta yana bir g'albiga erishgandan keyin yana bir Xitoy yoki har turli zolimlarning qo'lida qolib qolmaymiz va shundaqla dunyodagi har qanday bir zulmda qolib qolgan musulmonlarni qutqizishda o'z yo'limizni ham joriy qildira olamiz. Ham shundaqla dunyodagi barliq musulmonlar bilan birga islom dunyosini, islomiy jamiyatlarni va islomiy g'albilarni dunyoga namoyon qila oladigan haqiqiy yaxshi musulmonlardan va yaxshi islom ummatidan bo'laymiz. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxiratning baxt saoatiga erishishni nasib qilsin. Mana bu shunday Xitoy kommunistlarning kech kunduz qilayotgan barliq zo'ravonligi va yilmikri ustidan Alloh subhanahu va taoloning yo'lida haq adolatni qo'llaganlik qatorida Alloh bizga haq bilan mushu dinsiz Xitoy kommunistlarining hukmronligidan iborat bo'lgan botilni, ularningki tajovuzlikdan iborat bo'lgan botilni, ularningki Allohning diniga qarshi chiqishdan iborat bo'lgan botilni, ularning islom ustoz ulamolarimizni o'ltirishdan iborat bo'lgan botilni va bizningki sharma hayolik onlarimiz, ojizimiz, sing'illarimizga tajovuz qilish, ularga o'tiqqan bo'lish, nomidan ularning qashirga har turli zolim kafirlarni akirib qo'yish orqali bizning sharma hayolimizga, nomusimizga tekkanlikdan iborat bo'lgan tajovuzchilikni va shundaqla turmada yotayotgan qarindoshlarimizni har turli yangi zo'ravonlik usuli bilan qirin qilayotgan, o'ltirayotgan va shundaq ma'rif değerlerimizde yosh avlodlarimiz va jamiyatlarimizning iymondan, islomdan, sharma hayodan mahrum qo'ygan, shundaqla chet el xalqaro bilan bo'lgan erkinlik huquqimizdan mahrum qolgan va har qanday bir insoniy huquqimizdan mahrum qolgan shu qo'ygan shu botil qilmishlarining hammasiga Alloh subhanahu va taolo bizni haq tarafdorida turib, haq bilan botil ustiga g'alaba qozongan xolis musulmonlar qatoridan bo'lishimiz qilsin. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo dünyadamı, ahirettimi, g'albiga va barkatlik natijaga erishishimiz qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain.